Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlar uchun jamoasi xabarlar bor. Yaqin kunlarda shu reys tomonda bir opamizning holidan xabar olib, bizlar uchun jamoasi kelib xabarini olgan edik va buni ijtimoiy tarmoqlarga bergan edik. Bugun ham shu yerga bir kelib opani holidan xabar olib kelgan yerimizda bu bolajonlarni yana ko'rib qolib, bular ismlari meni o'tgan safar ta'jublantirgan edi. Shular yana bir eslatma qatori aytamiz. Chap tomonimda turgan Abu Hurayra, o'ng tomonimda turgan Abu Huzayfa. Bu bolajonlar mashallah ismlariga mos bolajonlar bo'ladi degan umidda doim kelsak shu bolajonlarni boshqacha bir taassurot bilan qabul qilamiz. Ismlari mashallah. Xo'p, opa assalomu alaykum va rahmatulloh. Opa, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Xo'p, biz yaqinda xabaringiz bor bolajonlarni xabar olib, bizlar uchun jamoasi sizni holingizdan mayda chuydalar bilan jamoamiz bilan kelib ketgan edik va shuni ommaga, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga bergan edik. Shundan keyingi bo'lgan holatlar yoki qandaydir bir xabar olishlar bo'lgan bo'lsa, shuni bir bilaylik deb kelgan edik sizdan-chi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Kelishdi, nima qilishdi, yordamlarni berishdi. Opalar ham kelishdi, hammalari eksonlarni berishdi, ataganlarni qilishdi. Mana shu yerda jinay yordam berib, qarab, nima qilib ketishdi, qo'llab ketishdi. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Qilgan nimalariga ham, eksonlarga. Alloh rozi bo'lsin barchasidan. Opa hayajonda hozir bizga kelishimizdan avval, kelishimizdan keyin aytib turuvdi. Bir qanchalar kelib pul tashab ketdi dedingiz-a? Yaxshigina pullar. Bu yerda e'tibor berdik, kiriblar. Xos shu bizlar uchun o'quv markazining o'quvchilari va o'qituvchilar boshchiligida kelib yerlarni haydab beribdi opani. O'zi hijolat bo'lganini ayta olmayapti birodarlar. Kelib shu yerda ozgina qarashdi odamlar va bundan keyin ko'pchilik keldi degan bir ma'lumotni beruvdi. Biz albatta xursand bo'ldik. Opa, xursandmisiz o'zingiz? Xursandman, Alloh rozi bo'lsin. Kelib qaralashib, yerlarni chopib berib ketdi bolalar ham, opalar. Mashallah. Bizdan ham bir qanchalar hozir pullar berib yuborgan, sizga omonatlarni topshiramiz. Alloh rozi bo'lsin. Shular haqlariga duo qilasiz, bolalarga xos duo qildirasiz. Xo'p. Biz ham o'zimiz ham qilgan ishlarimiz shunaqa natijalarini ko'rib, biz ham xursandmiz albatta. Alloh rozi bo'lsin bergan insonlar Kamiz hammalarni. to'lib bolajonlar xursand bo'lsa, biz ham xursandmiz va bizning videolarimizning natijasi o'laroq bir отчет qatorida deymiz birodarlar. Hali zoya ketmaganligini bir isboti. Shunaqa ishlarimizda yordam berganlarga, doim biz bilan bo'lganlarga bizlar uchun tarafidan ham alohida tashakkurnamamizni, rahmatimizni eslatib va aytib ketamiz. Albatta ajrini Alloh taolodan ko'radi barchalari. Shunaqa bolajonlarni xursand qilib, doim elda xalq xizmatida bo'lib yurishlik barchamizga nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan insonlarni hammalari dargohlarida qabul qilib, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetib shu bolalarimizni siylab kelish. Alloh ajrlari ham rozi bo'lib joyini qilsin. Allohu akbar. Abu Huzayfa bilan Abu Hurayra ham inshaalloh bizdan ham oliy jamoatlarda xalqni, ummatni g'amini va holidan xabar oladigan bolalardan bo'lsin inshaalloh. Shunaqa bo'lamizmi? Mashallah. Rahmat barchamizga. Assalomu alaykum.